Hammasi bo'lib tayyorlanishiga 10 daqiqa ketadi. Masalliq esa 3 dona. Mehmon kelishiga 15 daqiqa qolganda tayyorlasangiz ham juda ham mazali chiqadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bizga kerak bo'ladi pechenyelar. Agar iloji bo'lsa shakarsiz pechenye olsangiz ham bo'ladi. Qo'limiz yoki qoshiq yordamida maydalab olamiz, sut qo'shamiz, xohishga ko'ra yong'oq qo'shsangiz ham bo'ladi. Yoshligimizni eslatadigan iriskali zgushonkadan foydalanamiz, yaxshilab aralashtiramiz, pergament qog'oziga xuddi kolbasa ko'rinishida tayyorlab tekislab olamiz. Agar vaqtingiz bemalol bo'lsa, morozelkasiga yarim soatga qo'yib olsangiz, yanada yaxshi formasini ushlaydi va eritilgan shokoladga botirib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib hammasini tayyorlab olgandan so'ng ustiga fistashkali un xohlasangiz sepib, chiroyli qilib dasturxonga tortishingiz mumkin. Oldinlari muraviy shirinligini tayyorlash uchun xamirlar tayyorlab, pishirib va xuddi shu ko'rinishga keltirib olardim. Hozir esa oson usulda pechenye bilan tayyorladim. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring, hammaga yoqimli ishtaha.